Barchaga assalomu alaykum. Joy olaman deganlar uchun bir joy qo'yib beramiz do'stlar. Egalardan zo'r yerdan qo'yib beramiz. Joyimizning manziliga keladigan bo'lsak, 50 поворотdan kirishda birinchi ko'cha chap qo'lga. Buyuruvchilar yaxshi biladi. Kiyevdan Marvarid to'yxonadan o'tib 50 ga kirgan yo'lda birinchi ko'cha. Joyimiz 4 xonali, holi bilan 5 xonali bo'ladi. Ikkita joy bir tur qilib solingan planirovkasi. Betonlari, materiallari yaxshi, materialdan bostirilgan. Joyning planirovkalaridan ko'rsatib o'tamiz. Joyning ag'achlarini e'tibor berasizlar, zo'r etib bostirilgan kirgan yeringiz. Ana shunday hol bo'ladi. Chap tarafimizda 3 xona joylashgan. O'zingiz maslab ishlab olaverasizlar. Bu tarafimiz zal, bu taraf orqaga chiqib ketish. Bu joylarimiz 6 sotikdan bo'ladi. Xalasangiz 3 sotikdan ham yetib beradi. Egalarining aytishi bo'yicha 6 sotik etib olaman desang 25 ming dollardan aytilib turibdi. 3 sotik bo'lsa pulni addini kelishamiz deyotir. Bahasini ustunda egalari qaytib kelishib beradi. Az arqayoqlari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Bizning arqayoqlari ko'rib turganlaringizdek tallar egilib turibdi, yerlari yaxshi, polni to'g'ri egib netaveradi, suv kelib turibdi. Aka-ukalarga zo'r variant do'stlar. Aka-uka bir yerdan joy olamiz deganlar bo'lsa, tayyor salinib turibdi. O'zlaringizning didingizdagidek qilib remontlab olaverasizlar. Bahasi 6 sotik etib olaman desanglar 25 ming dollardan, agar 3 sotikdan bo'lib olaman desanglar 3 sotik etib ham sotiladi. Uni ustunda kelishiladi. Narxlar egadan ustunda kelib narxlarni kelishib qaytib olaverasizlar. Nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar.